Весовой товарga обязательно har bitta ishtirok kodiga отдельно uramiz. Urgan tovarimizga qarab oyliklar shunaqa. Surxondaryo Termizda. Surxondaryo Termizdan ha. Necha yildan beri ishlaysiz bu yerda? 3 yildan beri. 3 yildan beri. Ish bo'yicha Mana bu magazinlarda tayyor zavoddan kelgan tovarlar saqlanadi. Shtushka tovarlar yashikka saqlanadi. Upakovkada paletcha o'ziga rolkechka masada upakovka. Tepada yashikka shtushka tovarlar qo'yiladi. Через tezda qilinadi. Tezdan olib keladi. Mana bu tovarimiz весовой tovar. Весовой tovarga обязательно har bitta ishtirok kodiga отдельно uramiz. Agar shtushli bo'lsa tovarimiz принимать qilindi. Принимать qilinmasdan oldingi holatda qizil yonadi. Bizdan ikkita shtuk so'rayapti mana bu holatda. Skynerga uramiz, ishtirok kodiga bitta принимать bo'ldi. İkincisi mana. Bir zelyoniy yonadi. Bir magazinga подтверждение qilamiz. Tovarni qo'yib turib, bizga keyingi adresni ko'rsatib ketaveradi. Mana bu yerda skanerda adreslar ko'rsatiladi. Tovarni qo'yganingizdan keyin keyingi adres davsh ketaveradi. bu har bitta magazinga anoma produktiyasimi, zakaz berilgan Har produkt. bitta magazin so'ragan zakazini biz taxlab beramiz. Через tez taxlaymiz to'g'ri. Bo'ldi. Urgan tovarimizga qarab oyliklar shunaqa. Объемный. Объемный ish ekanda bu yerda основной. Основной объемный ish o'shanaqa. Bir kunda qancha объем qilsa bo'ladi? Bir kunda minimum 3000 dan bolalar 5000 gacha ishlashyapti. Rublda. 5000 gacha. Boshida kelgan odamlarchi Boshiga shu 3000 minimum. minimum 3000. O'rganish jarayonlarida O'rganish hammasi. jarayoni stajirovka bo'ladi, soat qo'yib beriladi. 11 soatdan. Buni dogovor qilamiz, начальник qiladilar. Bir haftagacha 11 soatdan soat qo'yib beriladi. Dalshi o'rgangandan keyin ishlab ketaveradi, muammo bo'lmaydi. Qolsa biz shu yerda yordam qilamiz, tushunmaganini o'rgatamiz. Основной o'zimizda O'zbekiston Respublikasida ko'rib turganlaringdek ish jarayonlari qiyin emas. Skladda tovar taxlash. Jarayonimi yo'q, intervyu kelsin. Nima qilsin? Ish ketyapti bunda. Jarayonda. Zadaniyasi bor. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz qayerdan bo'lasiz? Surxondaryo Termizda. Surxondaryo Termizdan ha. Necha yildan beri ishlaysiz bu yerda? 3 yildan beri. 3 yildan beri. Ish bo'yicha qisqacha bir aytsangiz, ish og'irmi, qiyinmi? Og'ir ko'tarasizlarmi? Og'ir maksimalni qancha ves ko'tarasiz? İşimiz komputovka, основной komputovka, tovar tarqatamiz. Eng og'ir tovarimiz 22 kilo, 20 kilo. Katta sirlar bor. Sirlar, dumaloq. Eng maksimal og'irlik 20 kilo, 22 kilo. Qolganlari yengil 1 litrlik manakolar, tvorog, yogurtlar, grammlik, kilogrammlik tovarlar yengil. Mana hozir men tarqatayotgan tovar, mana yengil tovar. Yengil tovarlar. Ha. Marasi Молочка. Mana skanlerimiz, tezdamiz. Mana 214-magazin. 214-magazin ana. 214-magazin. Hammasi ko'rsatilgan. Hammasi ko'rsatilgan. Mana sirop deb ko'rsatyapti. Pullarni tovar olinadi, upakovka so'rayapti. Necha upakovka desa, ichida 6 ta shtuk bor. Ichida 6 ta shtuk bor. Yerni boshqa orqaga qayta mana upakovka so'rayapti. Tik qilinadi. Bo'ldi. Keyin yana boshqa tovarni ko'rsatadi endi. Boshqa tovar. Bo'ldi. Ish jarayonimiz bilan shunaqa, yengil ish jarayoni. Ish jarayonimiz. Adres ko'rsatadi, shu adres bo'yicha tovar qilinadi. Bitta paletda bitta tovar bo'lishi, bitta pozitsiya bo'lishi mumkin, 15 ta 20 ta pozitsiya bo'lishi mumkin. Hozir bu yerda 12 ta pozitsiya urilgan. 12 ta pozitsiya urilgan. So'raganini
nima qilasiz? Masalan, hozir marmelat deb so'rayapti. Va boshqa urmaydi, Ha, boshqasini urmaydi. Urmaydi, Ha. aralashmasi uchun faqat o'shani uradi. Mana shu Yaxshi mana ish endi jarayoni. boshqa adres ko'rsatdim. Boshqa adresda. Ha, bo'ldi, tushundim. Tak. Bu yerda qancha ko'p ishlashingiz, shuncha ko'p oylik yoziladi. Shunday bo'lyaptimi? Shunday ya, Shunday ob'yomli ishga qarab. ishga qarab, masalan, siz qancha ko'p harakat qilsangiz, qancha ko'p pik qilsangiz, o'shanga qarab oylik bo'ladi. Aha. Masalan, 12 soat davomida siz 5000 ham ishlashingiz mumkin, 3000 ham ishlashingiz mumkin, 6000 ham ishlashingiz mumkin. Bu har bitta odamning o'ziga bog'liq. Har bir odam o'ziga bog'liq. Harakatiga, tezlikka, vinomatini tarqatishiga taalluqli. Mana O'zbekiston Respublikasidan bizga murojaat qilgan juda ko'p aholilar bor. Masalan, Termiz shahridan ham bor, filiallarimiz ham bor Termizdan. O'sha kelmoqchi bo'lgan odamlarga, o'ylanib turgan odamlarga, hamyurtlarimizga nima deysiz? Ish bo'yicha ular kelishib ishlasa bo'ladimi? Shu bo'yicha nima tavsiya bera olasiz? Kelib ishlashsa bo'ladi. Eskalatorimiz azbuko'z. Aha. Eskalatorimiz nomi ichkari +4, +3 gradus nima? Salqinroq. Salqinroq. Aha. O'shanga qarab, masalan, yurak og'rimaydigan, o'zidan shikoyat bo'lmaganlar kelib bemalol ishlasa bo'ladi. Bitta futbolka, bitta spes Adezda bilan. adezda ishlasa bo'ladi. Xo'p. Mayli, sizga katta rahmat. Ishlaringizga omad tilayman. Xo'p, rahmat. Aha. Все, хорошо. Yoqimli ishtaha hammalaringga. Assalomu alaykum.